3, 4, 5. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Samarqandga xush kelibsiz. Rahmat aka. Mana negativchilar uchun pul bermaydi, ko'rishmaydi deganlar uchun men Samarqandga keldim. Tayson tog'amiz ham Samarqandda trenirovkani bosayotgan ekan. Men 1000 dollar va'da qilgan bo'laman. Men 1000 dollarni olib keldim. Tayson tog'a mana buni olib sanab ko'rasiz dedi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta. Aka, bitta gapda ishonmaganim to'g'risi 1000 dollar beraman deganda aka patishga bo'lsin jangingizga shunchaki qo'llab-quvvatlab inshaalloh g'alaba qiling deb. To'g'risi aka, o'zim ishonmaganimga rost ekan aka, joningiz omon. Rahmat aka. Xudo xohlasa Kamil karate necha minut yetadi sizga yetishga? Kamil karate nasibsa birinchi raund yoki nari bo'lsa uzoq bo'lsa ikkinchi raund. Uncha cho'zib o'tirmayman aka. Uchinchi raundgacha olib bormaysiz. Bormaydi aka. Aka, trenirovkalaringizga omad tilaymiz. Samarqandga yana bir marta xush kelibsiz. Bu bitta narsa so'ramoqchiman. So'rang. Masalan 1000 dollar berasiz aka, agar sir bo'lmasa nima ish qilasiz aka? Samarqandliklar boyda dedi-ku, shunaqa desam-da. Men o'zim aka ochig'i Telegramda botlar kanallar bilan shug'ullanaman. Faqat siz emas aka, xohlasangiz obunachilaringizdan pul yutib olish mumkin. Hozirda Toshbot degan botimizda foydalanuvchilar orasida har kuni 50 dollardan pul beryapmiz aka. Har bir obunachilaringizga. Orasida har kuni kimdir yutib olyapti. Agar foydalansa, yo'q joydan 50 dollar bo'lib qolishi mumkin. Aka, men o'zim ham Toshbotdan qo'llanaman. Har xil video deysizmi, muzika deysizmi, mana motivatsiyalarimni motoq chiqarib keladi aka. O'zim foydalanib turaman. Chunki har xil videolardan qo'shiqlarni tortib. Do'stlar, o'tinglar, sizlar ham Toshbotga a'zo bo'linglar, podpiska tashlaylar, qo'llab-quvvatlab 50 dollardan pul ham yutib olinglar. Aka, Hammaga omad tilaymiz. Tayson tog'amizga omad. Kamil karateni yengishingizga ishonamiz biz. Yes! Samarqand podpiskada bo'ling.